To'g'risini aytinglar, arziydimi, arzimaydimi? 140 minglik uy 135 mingga tushirdi. 105 kvadrat, taqachi 44 to'r. Xonalari 5 ta. Bitta obzorni ko'rib oringlar do'stlar. 4 etajli domimizning ikkinchi etajini kiraverishdan koridor boshlanadi. Birinchi xonamiz gostivoy, ikkinchi xonamiz spalniy detskiy, uchinchi xonamiz yana bitta detskiy, to'rtinchi xonamiz esa bitta katta spalniy, ichida o'zini garderobi bilan. Ko'rvoramiz ichida hamma mebellari bilan, hamma jihozlari bilan, даже podyezdda turgan kuzatuv kameralari ham hammasi qoladi. Buni bitta ko'rsanglar bo'ladi, shkoflarni. Ana endi bo'lsa kuxnaga o'tamiz. Kuxna bizani ayollarimizni sevimli joyi. Undan tashqari sanuzullarimiz отдельный. Ko'raverasizlar bo'ladi. Mahalla faizli, ishinglar xavfsizlik. Qo'shnilarning 95% o'zbeklardan iborat. Kimga yana ma'lumotlar kerak bo'lsa, quyidagi raqamlarga telefon qilinglar.